Mo Salah futbol tarixidagi eng noodatiy shartnomalardan birini deyarli hech kim sezmagan holda imzoladi. Nike, Adidas va Puma dunyodagi deyarli barcha top klublarni sport kiyimlari bilan ta'minlaydi. Ammo formalar sotuvi tushumlarining hammasi ham klublar cho'ntagida qolmaydi. Daromadning katta qismi ishlab chiqaruvchilar hisobiga ketadi. Salahning shartnomasida futbol tarixida juda kam uchraydigan band bor. U yillik 17 million yevro maoshdan tashqari futbolka va klub mahsulotlari sotuvining 20% ulushini qo'lga kiritadi. Nima uchun hatto Messi yoki Ronaldo ham bunday kelishuvga erisha olmagan? Sababi juda oddiy. Nike va Adidas kabi gigantlar bunday kelishuvga hech qachon rozi bo'lmaydi. Ular allaqachon bozorning gegemonlariga aylanib ulgurgan va odatda hatto klublarga ham 10-15% ulush beradi xolos. Salahning bunday muvaffaqiyati ortida Trabzonspor jamoasining texnik hamkori nisbatan kichikroq bo'lgan Joma brendi turibdi. Joma uchun Salahdek mega yulduzni qo'lga kiritish shunchaki transfer emas, balki marketing inqilobidir. Shu sababli ular daromad modelini butunlay qaytadan ko'rib chiqdi. Joma va Trabzonspor o'z ulushlaridan voz kechib, futbolchiga 20% taqdim etishni brend kelajagi uchun to'g'ri strategiya deb bilishdi. Natijada Mo Salah nafaqat Turkiya Superligasining eng ko'p maosh oluvchi futbolchisiga, balki o'z nomini tom ma'noda yaxshi daromad olib keltiruvchi biznesga aylantira olgan o'yinchiga aylandi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatishni istasangiz, menga obuna bo'ling.